Endi bunga nima deysizlar, birodarlar, buni qaranglar. Turgan parkingda ichib olib, oynalar yopiq, qaranglar, oynalar yopiq pardada. Qanqilat solib o'tiribdi-da. Mana qaranglar, parkingda shuncha odam, mana hamma parkingda, mana qaranglar. Pardalari yopiq. Shunday zavod qilyapti, shunday kelib qoplayapti. Ichib olgan mas. Qirqiringga uray, osilib kelgan vagoningga. İçkilik yomon, ichmanglar deyman ha, birodarlar. Men просто aytyapman sizlarga. Birodarlar, ichmanglar, mana qaranglar, dabdala qilib tashlagan. Mana polskiy mashina ekan. Mana bu endi sheriklari piri deyapti. O'rgatyapti, rolda to'g'rilayapti, rol ham qiyshayib qo'ygan, nimalarni qilib yotibdi o'zicha. Endi hozir orqaga oldirtiryapti. Hali pardasini ochgan emas bu, to'poy, parda. Ichgan mas, sassib yotibdi. Rolda to'g'rilayapti, orqaga olmoqchi endi. Endi bunga qaranglar-da. Eshikni ochib, primoy kabinadan turib siyib yotibdi. Bularni chiqarish kerak. Bular bizaklarni videoga olib, bizlarni yomonlab Yevropaga ko'rsatyapti-ku, birodarlar. O'zlaring bilasizlar, qancha o'zimizni birodarlarning videolarini chiqaryapti bu marrazlar. Ana shunaqa bularning ahvoli.